Feruza Normatova to'yidan keyin qattiq afsuslandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona layk hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa Feruza Normatovaning to'y liboslari ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Aktrisa Instagram storiesida ko'ylaklarining dizayni o'zining qaysarligi va marosimlardan oldin kiyib ko'rmagani sabab mukammal bo'lmagani haqida aytib o'tdi. Birinchi kiygan ko'ylagimning bichimini tanlaganimizda korseti bu darajada emasdi. Ichi ham oq avioniy rangda edi. Xonzoda Qambar va ko'ylakning ichki matosi oq ayvori rangda bo'lsa chiroyli chiqishi haqida aytgandi. Men bunga rangini biroz to'qroq qilaylik, korseti tepada qolib ketmasin, sal pastroqqa tushsin degandim. Xonzoda jamoasi bilan birga ko'ylakni juda ham chiroyli xohlaganimdek tikib berdi. Ammo ko'ylak tayyor bo'lganidan keyin uni kiyib videoga olib tashqaridan qanday turganini yarashganmi yo'qmi bilmaganim xatoyim bo'ldi. Aslida ko'ylagim chiroyli chiqqan. To'yim kuni ko'ylakni kiyib rasm videolarni Instagramga joylaganimdan keyin tanqidlar yog'ildi. Lekin u paytda kech bo'lgandi. Toshkentdan chiqib Sirdaryoga yetib bo'lgandim. Ko'ylakning ichki matosini och rangda qilish kerak degandim, dedi Xonzoda. Eng qizig'i, bironta odam kiyib ko'rganimda libos ustimda qanday turganini aytmagani bo'ldi. To'yga yaqin qizlarning xayolida million xil tashvishi bo'ladi. Unga maslahatlar berish kerak. Bunday paytda kelinlar bir narsaga fokus qaratolmaydi. Hayotimda biror marta bunday katta tavakkal qilmagandim. Xonzoda Qambar va o'z ishini zo'r biladigan qiz. Xatoyim uning gaplariga quloq solmaganim bo'ldi. Bundan to'g'risi afsuslandim. Nikoh oqshomida kiygan ko'ylagim ham ko'p muhokamalarga sabab bo'lindi. Shahzodaga suratni ko'rsatib gulli ko'ylak xohlashimni aytgandim. U menga aytganimdek gulni aniq tasvirlab berdi va o'sha payt libos to'liq organza matosidan bo'lsin, ro'mol ham to'kilib turishini xohlashimni aytganman. Shu jarayonda Shahzodani fikridan aynitishgan. Organzadan emas, fatin matosidan tikish kerak, bo'lmasa arzon ko'ylakdek ko'rinib qoladi deyishgan. Menga telefon qilib fatinga o'zgartiraylik deganlarida mayli shunday qilib ko'ring dedim. Ko'nglim unchalik ham to'lmagandi, chunki organzani bilaman, ustingizda to'kilib turadi. Xullas, Shahzoda ham ikkilandi biroz. Ko'ylak arzon ko'rinadigan bo'lmasligi uchun ham rozi bo'ldim. Ko'ylakning guli ustida ham ancha bahslashganmiz. Premyerkaga borganimda qizlarni qo'l mehnatidan gullarni yasayotganlarini ko'rdim. Juda chiroyli chiqayotgandi. O'sha kuni ham ro'molini taqib ko'rmabman. U fatindan bo'lsa, ichi ko'rinib qolarkan. Fotihadagi ro'moldek organzadan tikilsa ich ko'rinmasdi. Buni Shahzoda ham bilmagan. Lekin ko'ylak juda chiroyli chiqqan. Ansamblga ham, to'yxonaga ham mos tushdi. Ko'nglim sal to'lmagani fataning fatindan tikilgani bo'ldi. Shahzoda tikib bergan qolgan ikki libosni ideal chiqdi. Chunki unga umuman aralashmadim. O'zlari qilishdi. Hammasini ishlari juda chiroyli chiqdi, deydi Feruza Normatova. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.